Qatiqchi bolamiz yana qatiq tashab ketdilar. Sababi o'zim zakaz qildim. Endi oddiy qatiqlar hech kim kelmay qoldi. Qizlar, bu qatiqdan 1 million olyapti Nilufar opa, Havo opa deb o'ylamanglar. Qatiqdan bir so'm olganim yo'q. Endi 10 ming, 12 ming so'mdan qatiq uyitib sotarlar, u kishimdan reklamaga pul olarmidim. Qatiqlari haqiqatdan mashalloh ekan. Qo'limdan keladiganini reklama qilish. Nimaga? Auditoriyam bor, tayyor. Bir joyim yemirilib qolmaydi. Hatto siz kim olsa ham buni duo qilib ichadigan narsalar uchun qayta qo'yib beryapman. Bugun ham qatiq zakaz qildim, ikkita, bittasi dadamga, bittasi o'zimga. Qaranglar mana. Mana qatiqni qaranglar. Betidagi, keyin betiga haligi sariyog' bir narsa quyishmasa ekan bular. Shunday o'zi chiqarkan mana. O'zi chiqarkan shu qaymog'i. O'tgan safar qoshiqni tiqqanimga rosa negativ yozuvdilar. Shunga bunday talalkaga solib ichaman endi odobli qiz bo'lib. Sekin-sekin meni ham tarbiyalayapsizlar-da. Mana. Qani bitta bismillah deb ichib ko'raman endi. Bismillah. Buni faqat non tekizib yeyish kerak. Shunaqa yog'li. Yana qoshiq tiqib oldim. Endi meni tarbiya qila olmaysizlar baribir. Shu yoshga yetib bo'lganman. Bo'larim bo'lib, qolarim qolgan. Lekin qatiqqa gap yo'q. Qatiqchi bola, sizni qatigingizni atmetga qilib qo'yaman. Xolis fi sabilillah. Qatigingiz mashalloh ekan, zo'r ekan. Shuning uchun atmetga qilib qo'yaman. Va qatiqchi bola sizdan so'rasa, necha pulga reklama oldilar deb so'rasa, xolis reklama qildilar, o'zlari pullariga olib ichyaptilar deb aytib qo'yasiz-a. Reklama bu yaxshi narsani odam haqiqatda klient chaqiradi-da, bir-biriga tavsiya qiladi-da. Haqiqatda zo'r narsani.